Bugungi klientimizga mana shu strichkani tanladik. Nima deysizlar, yarashadimi, yarashmaydimi? Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Birinchi bosh uchdan boshlab olamiz. Bizda kofe bonusga beriladi. Olishga qulay bo'lishi uchun tepani ajratib olamiz. Yonlarini moshinga qiynalmasligi uchun quritib olamiz. Yonlari kalta bo'lib ketmasligi uchun uni nasadkada olamiz. Keyin sirasi qulon yonini kantovka qilib olamiz. Qaychida ham ozgina mehr beraveramiz. Tepani ham ozgina qo'llab olib, tepa qismini ham tekislab olib chiqamiz qaychida. Soqol tegini akkuratni kantovka qilib olamiz. Soqolga eng vid beradigan joyi mana bu tepa qismini kantovka qilib olamiz. Oxirida yana bitta sochni yuvib olamiz. Boshni yuvib olgandan keyin sochni mana shu xol holatida Morgans pomadani hamma yog'iga yaxshilab surib tashlaymiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta podpiska bilan bitta like bosib, mana shunaqa sochini orqaga tarab yuradigan og'aynimizga yuborib qo'yamiz.